Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida matematik fizikaning zamonaviy usullari va ularning qo'llanilishi mavzuida Respublika ilmiy konferensiyasi o'tkazildi. Akademik Shavkat Alimovning 80 yillik yubileyiga bag'ishlangan mazkur konferensiya tafsiloti dastlabki lavhamizdan o'rin olgan. Konferensiya respublika va xalqaro miqyosdagi yetakchi matematiklar, amaliyotchi mutaxassislar, doktorant va izlanuvchilarni birlashtirgan ilmiy platformaga aylandi. Unda matematik fizika sohasida olib borilayotgan tadqiqotlar, ularning nazariy va amaliy yondashuvlari haqida gapirildi. Akademik Shavkat Alimovning soha rivojiga qo'shgan ulkan hissasi e'tirof etildi. Hurmatli Shavkat Arifjonovich, matematik fizika va funksional analiz, jumladan differensial operatorlarning spektral nazariyasi, matematik fizika tenglamalari va garmonik analiz sohalaridagi tadqiqotlar bilan mamlakatimiz va xalqaro matematiklar hamjamiyati tomonidan tan olingan yirik olim sifatida tanildingiz. Fan doktori, professor, akademik darajasiga erishdingiz. Yuksak davlat mukofotlariga sazovor bo'ldingiz. Konferensiyada ma'ruzalar orqali fizika va muhandislik sohalarida duch kelinayotgan murakkab masalalarning zamonaviy matematik modellari, raqamli hisoblash usullarining takomillashuvi kabi mavzular yoritildi. Bugungi anjumanda muhokama etilayotgan matematik fizikaning zamonaviy usullari va ularning tatbiqlari mavzusi yurtimizda fundamental fanlarning yanada rivojlanishi, ularni amaliyotga samarali joriy etish borasidagi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar nafaqat akademik Alimov maktabi davomchilari, balki barcha yosh olimlar uchun mustahkam ilmiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Mutaxassislar aytishicha, anjumanda ilgari surilgan ilmiy g'oyalar va natijalar nafaqat amaliy sohalarda muhim yechimlar ishlab chiqish, balki yangi ilmiy izlanishlar, dissertatsiya ishlari va ilmiy maqolalar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Maqsuda Shirinboyeva, Rahmatilla Qudratov, yoshlar.